Endi haydovchilar metan va benzin zapravkalarida to'lovlarni naqd pulda to'lay olmaydi. Gap shundaki, O'zbekistonda 2026-yil 1-apreldan boshlab metan va benzin zapravkalarida to'lovlarni naqd pulda amalga oshirish taqiqlanishi rejalashtirilmoqda. Yangi tartibga ko'ra, yoqilg'i quyish shoxobchalarida barcha to'lovlar bank kartalari yoki onlayn to'lov tizimlari orqali amalga oshiriladi. Ushbu choralar to'lov jarayonini yanada shaffof qilish, qulaylikni oshirish va zamonaviy raqamli to'lov tizimlarini keng joriy etishga qaratilgan. Mutaxassislar haydovchilarga yoqilg'i quyish shoxobchalariga borganda bank kartasi yoki elektron to'lov vositalarini oldindan tayyorlab qo'yishni tavsiya qilmoqda. Ushbu o'zgarishdan jamiki O'zbekiston va ko'proq insonlar xabardor bo'lishi uchun videoga like bosib, barcha yaqinlaringizga, ayniqsa haydovchi tanishlaringizga yuborib qo'yishni unutmang. Surxondaryoliklar kanalini bizda kuzating va kanalimizga obuna bo'ling.